İlk mehmonimiz Sherzod aka Fozilov bo'ladilar, biologiya fanlari falsafa doktori va loyihalarining nomi esa g'o'zanavlarning ekofiziologiyasi hamda mahsulotlarga an'anaviy va tomchilatib sug'orish usullarini ta'siri ekanlar va navbatdagi mehmonimiz esa Munira opa Temirova bo'lar ekanlar, arxeologiya kafedrasi tayanch doktoranti. Albatta sizlarni studiyamizda ko'rib turganligimizdan g'oyatda mamnunmiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Erta tongdan sizlarni yakshanba dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan dasturimizda ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. O'ylaymizki, kayfiyat a'lo darajada. Kayfiyatlar yaxshi. Avvalo taklif qilganlaringiz uchun sizlarga ham katta minnatdorchilik bildiraman. Keling o'zingizni mana shu ilmiy ishingiz haqida suhbatlashsak. Meni ilmiy ishim ingichka va o'rta tolali g'o'za navlarini tomchilatib hamda an'anaviy sug'orish usullarini solishtirish va bunga ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Chunki biz bilamizki, suv taqchilligi bu dunyo bo'yicha borgan sari ortib boryapti. Endi bizda yerning tagidan qaynab chiqib turgan bir suv yoki bir zavod, fabrika yo'qki, suvni chiqazib berib turgan. Demak, suv taqchilligi yillar sayin ortib bormoqda. Ushbu muammoga yechim sifatida endi innovatsion texnologiyalarni joriy qilishimiz kerak. Bu innovatsion texnologiya birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab berish kerak. Hozir ko'plab bunga ishlar qilinyapti, lekin aynan tomchilatib sug'orish bo'yicha yetarlicha bizning mamlakatimizda ushbu tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqilgan amaliy tavsiyalar yetarli emas. Ilmiy asoslangan tajribalar yetarli emas. Shu sababli mening ishim aynan mana shu muammolarni yechishga qaratilgan. Demak, shu usmon olib qaraganda tomchilatib sug'orish bu juda ham nima ekan? Qiziqarli jarayon men uchun ham. Yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, hozirgi kunda bizning qaynab chiqib turgan suvlarimiz yoki manbalarimiz yo'q. Bor bo'lsa ham u kelajakka yetish kerak-da, o'ziga yarasha tejalishi kerak. Xo'sh, tomchilatib sug'orish bo'yicha ham bir qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Narsalarni qayerlarga yo'lga qo'ygansizlar? Ayni vaqtda O'zbekistonda yagona bo'lgan ingichka tolali paxtachilik instituti bor. Termiz tumanida, Namunada joylashgan. Bu joyda hozir o'sha turk hamkorlarimiz bilan tomchilatib sug'orish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu masofadan, buning yangiligi masofadan ham boshqarish mumkin. Oddiy telefonimizga qarab biz boshqarishimiz mumkin. Eng samarali nimasi, masalan, ilgarigidek 10 ta suvchini yonlab, 10 ta ishchini yonlab, u yerga dalaga ilgari bo'lardi, ketmonni olib, yurib, ekinlarni sug'orish. Hozir bunga ehtiyoj yo'q. Ya'ni oddiy telefonimizga qarab biz o'sha sug'orishni masofadan boshqarsak bo'ladi. Qo'y, shuni ham raqamlashtirdilaringiz. O'zi qarang, tomchilatib sug'orish deganda bir narsa birdan xayolga keladi-da. Endi tomchilatib sug'orishda bu hosil yaxshi beradimi yoki shunchaki bu suvni tejash uchunmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda ko'pchilik suvni tejash deb o'ylaydi, lekin faqatgina suvni emas, bu yerda resurs tejamkorlik. Avvalo suvni tejash, buning ishchi kuchini tejash, undan so'ng yoqilg'i moylarni tejash. Endi raqamlarda aytsam, biroz nima bo'lib qolar, zerikarli bo'lib qolar. Umuman ayniqsa mineral o'g'itlarni biz 40% tejaymiz. Tasavvur qiling, an'anaviy sug'orishda egatlab, ya'ni sug'organ paytimizda suv 2 metrgacha pastga ketadi. Shunday. Demak, 2 metr tuproqni biz sug'orishimiz kerak. Vaholanki ildizning faol qismi 30 santimetrda bo'ladi. Albatta. Suv juda ko'p zoyi bo'ladi. Masalan, 7000 kub deymiz. 7000 kub suv ketadigan bo'lsa, biz mana shu suvni 40% gacha tejab, o'sha suvni faqatgina 30 santimetrga berishimiz mumkin. Demak, bu joyda biz mineral o'g'itlarni ham 25% gacha tejash, ishchi kuchini esa 2 barobarga qisqartirishga erishgan bo'lamiz. Demak, tomchilatib sug'orish uchun biz u yerda shlanklar qo'yiladi. Bu joyda demak texnika ham kirmaydi. Texnika yovvoyi o't ham bosib ketmaydi, faqat 30 santimetr suv chiqqanligi uchun bu yerda ishchi kuchi ham u qadar talab qilmaydi. Demak, biz nafaqat suvni tejaymiz, balki resursni tejab, hosildorlikni 25% dan
40% gacha oshirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bu yerda suv taqchilligini sezmagan o'simlikdan biz ko'zlangan maqsadga erishib hosildorlik. Aynan men ham shu savolni bermoqchi edim, o'zingiz javob berdingiz. Mana shlanglarni qo'yganda, mana shu jarayonlarda, tomchilab sug'orish jarayonlarida, keyin ularni dorlash jarayonlari bo'ladi, texnikalar qanday xalaqit bermaydimi yoki ularga zarar yetkazmaydimi deb savol bermoqchi edim. O'zingiz albatta javobni aytdingiz. Rahmat, ayni qiziq savolni berdingiz. Chunki bu narsa hozir siz bergan savol fanda oldida turgan ham bitta muammo hisoblanadi-da. Hali bu o'sha texnikani kirishi oxirigacha bo'lib topilmadi. Hozircha biz birinchi martasiga texnika kirityapmiz-da, keyin shlankalarni qo'yib chiqyapmiz-da. Aslida biz shunday texnologiyani ishlab chiqishimiz kerakki, o'sha birinchi sug'orishdan shlankalarni qo'yib, umuman texnikaga kirgizmaslikni. Lekin hali siz bergan savolga yetarlicha yechim ustida ishlayapsizlar qaraganda. Albatta, mening ishim ham ayni shu masalaga yechim topishdan iborat bo'ladi. Mana yuqorida bir gapingiz juda ham e'tiborim to'g'ri. Albatta, suv haqida qancha gapirsak, gap juda ham ko'p-da. Har birimizni menimcha, masalan, ichimizgacha yetib borgan suv resurslarining kam ekanligi. Bilasizmi, bir statistikaga qiziqib qoldim-da. Har ertalab bilasizmi, Safar aka? Bittagina yuzingizni yuvishingizga qancha suv ketadi deb o'ylaysiz? Ertalab turib yuzingizni yuvib kelasiz-ku. Qancha suv ketadi deb o'ylaysiz? Yuzimni o'zini yuvishga 1 litrlik ketsa kerak? Yo'q. 10 litrcha suv ketar ekan. Ketar ekanmi? Tishingizni yuvasiz, yuzingizni o'zini yuvasiz. Shuncha ko'p suv ketar ekan. Endi xo'p, bitta yuzingizni yuvish emas. Bu yerda hojatxonani yoki bo'lmasam yuvini ekan hozirgacha. Mana shu statistika qanaqadir kunni xijil qildi, olib qaraganda va sizdegilar bor ekan, albatta bu narsa o'z navbatida qolib qolmaydi va rivojlanishda yana ham davom etamiz deb o'ylayman. Ha, albatta, ayniqsa meni ham yodimga soldingiz statistikasini aytib. Masalan, g'o'za biz 6 marta sug'oramiz. Tuproqqa kelib 2 ming kub suv ishlatamiz-da. Endi biz uni 40 mingga tushiradigan bo'lsak, suvni 4,5 mingga tushirib, biz 6 marta emas, uni 15 marta sug'orishimiz mumkin bo'ladi-da, chunki suvni tejab ishlatamiz. Va bu joyda eng muhimi biz aynan o'simlikni sug'oramiz. Faqat tuproqni 2 metrga ketkazib yuboramiz, ya'ni shunchalik suv tejab qolinadi. Vaholanki, bu yil Termiz tumanida shunday g'o'za maydonlari bo'ldiki, 2 marta suv ichdi-da. O'zi 6 marta suv ichish kerak. Bu 2 marta, chunki qolgan 4 marta suv ichish uchun suvni o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Bu muammolarga yechim bo'lar edi agar biz loyihamiz endi ishlab turibmiz ustida nasib bo'lsa. Biror joyda joriy qilindimi ushbu loyihangiz hozir qayerlarda? Hozir ayni vaqtda institutning o'zida tajriba maydonlari bor, o'sha joyda ishlab turibmiz. Nasib bo'lsa buni joriy qilish ustida ham ishlarni olib boryapmiz. Juda ham va biz Munira opaga yuzlansak, bu yerda men qarab turibman, jim sokingina uyqusirab o'tiribdilar. Salomatmisiz? Kayfiyatlar a'lomi? Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom. Taklif uchun rahmat. Juda qizg'in suhbat jarayoni kechyapti. O'zim ham qiziqib tinglab o'tiribman. shunaqa. Ustozni tadqiqotlarini. Xo'sh, qanaqa tadqiqotlar qiziqtirgan? Qanaqa bir ish ustida faoliyat ortib boryapsiz hozirdan? Bugungi kunda tarix fakulteti arxeologiya kafedrasida tayanch doktorant bo'lib faoliyat olib boryapman. Ixtisosligim arxeologiya. Arxeologiya sohasida faoliyatimiz mobaynida biz o'rta asrlarga oid sopol buyumning ma'lum bir turi, ya'ni simob ko'zachalar deb nomlangan kulolchilik buyumi ustida o'zimni tadqiqotimni olib boryapman. Simob ko'zachalar bu juda ham O'rta Osiyoda aytishim mumkin 2 asrdan buyon muammoli masalalardan biri sifatida qarab kelinadi. Nima uchun? Sabab simob ko'zachalar o'zining shakli bilan, tuzilish strukturasi bilan, u pishirilish texnologiyasi va haroratlari bilan, shu bilan birga eng e'tiborli berish kerak bo'lgan nuqtasi uni funksional, ya'ni vazifasi nimadan iborat ekanligi hali fanda ochiqlanmagan. 2 asrdan buyon bu turdagi buyum o'zi simob ko'zachalar O'rta Osiyoda rivojlangan o'rta asrlarda, ya'ni 9-asrda paydo bo'lgan va o'sha kulollarimiz tomonidan ishlab chiqarila boshlagan bo'lib, bu 14-asrgacha O'rta Osiyoda
dunyoda umuman dunyo miqyosida insonlarga xizmat qilgan sopol buyum hisoblanadi. Lekin o'sha mazkur buyumni aynan nima vazifada insonlarga xizmat qilganligi hali fan uchun muammo. Men o'zimni tadqiqot ishimda ham aynan o'sha simob ko'zachalarning tipologiya qilib, evolyutsiya jarayonlari va albatta vazifasini aniqlash uchun loyiha amalga oshirganmiz, amalga oshiryapmiz va o'sha loyihamizga ko'ra simob ko'zachalarning xomashiyosidan, ya'ni sopolni bo'laklaridan, keyin uni ichki qoldiq namunalaridan olib, zamonaviy kimyoviy texnologiya tahlillar asosida uni aniqlashni o'sha maqsad qilganmiz. Shu yo'lda izlanish olib boryapmiz. Munira opa, bilasizmi, arxeologiya yoki arxeolog deganda birinchi o'rinda menga bir savol tug'iladi-da. O'zi mana shu kavlab qazib olgan buyumlaringiz, sopol buyummi yoki bo'lmasam ko'zachalarmi, yoshi nechida ekanligini qaysi jihatlarga qarab bilasizlar? To'g'ri, har bir qazishma olib borilayotgan arxeologik o'sha obyekt tadqiqot ishi olib boriladi. Turli xildagi artefaktlar, turli xildagi assortimentdagi kulolchilik mahsulotlar topiladi. Uni masalan zamonaviy hozirgi kunda S14 kimyoviy tahlil usuli bor. Shu orqali o'sha topilmalar tahlil qilinadi, analizdan o'tkaziladi va u o'sha bemalol topilmani yoshini masalan miloddan avvalgi 2-ming yillik yoki milodning 5-asri shu kabi yoshini bemalol ushbu dalillar orqali aniqlab o'sha ilmiy asoslangan holda kiradi. Vaqt jarayoni ekan ushbu jarayon. Haqiqatan ham. Shunday. Undan tashqari akademik harakatchanlik dasturida ham ishtirok etgan ekansizlar, sizlar va hamkasblaringiz. Keling shu dastur haqida Qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Akademik harakatchanlik dasturi bu o'sha ilmiy tadqiqot olib borayotgan yoki olimlar faoliyatlarida o'sha ilmiy tadqiqotni olib borishda texnologik kimyoviy tahlillardan foydalanish yoki arxiv fondlaridan foydalanishga imkoniyat beradigan, yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan dastur hisoblanadi. Bu dastur doirasida men ham o'zimni 4-mavsumida asr simob ko'zachalarining kimyoviy vazifalarini aniqlash bo'yicha tahlillar o'tkazish loyiham bilan ishtirok etdim va 4-mavsumda g'olib bo'ldim. Endi mazkur rahmat kattakon. Endi mazkur loyihani 26-yilning yanvaridan boshlab amalga oshiramiz nasib bo'lsa. Xo'sh, sizcha? Men ayni o'sha g'o'za navlarini tomchilatib va an'anaviy sug'orish bo'yicha loyiham bilan qatnashdim. Natija qanday bo'ldi? Natija yaxshi. 54 ball bilan g'olib deb topildim. O'zi unda tanlov 40 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash uchun yosh tadqiqotchilarni unda respublikamizning turli hududlaridan 200 ta atrofida ishtirokchilar hujjat topshirishgan edi. Shulardan 29 tasi g'olib deb topildi. Shularning ichida bo'lganimdan biz ham bordik. Juda katta natija albatta 200 nafar ishtirokchining orasida Albatta. bu natijaga erishish. Xo'sh, endi bu g'olib ishtirokchilarning mana shu ishlari moliyalashtiriladi endi? Ha, albatta menda 57 million 500 loyiham uchun so'raganman. Ushbu summa yetadi. Summa endi 4 oy muddatda so'raganman. O'zi loyiha 6 oylik. 6 oyga mo'ljallanganda men 4 oyim uchun 57 million 500 so'ragandim. Menda o'sha demak komissiya tomonidan ijobiy baholandi bu holat. Xursandman. Sizdachi? Loyiham doirasida O'zbekiston Yaponiya yoshlar innovatsiya markazida Toshkentda markaz laboratoriyada o'zimni o'sha sopol buyumlarimni tadqiqot qilish uchun 75 million 200 ming so'm miqdorida smeta loyihalashtirganman va ushbu summa 26-yil boshidan ajratiladi va o'sha tadqiqot markaziga borib o'zimizni namunalarimiz bilan loyihamizni amalga oshiramiz. Albatta. Mana shu beryapman, o'z kasbingizni ustoz sifatida men ko'zimga ko'rinyapsiz-da. Nimaga? Chunki men siz oldin tanimaganman deb. Men yana bir savolga murojaat qilmoqchi edim-da. Olib qaraganda mana shu tomchilatib sug'orishni agarda O'zbekistonda keng joriy qilsak, bu suv resurslarini tejashdan boshqa yana nimalarni o'zgartira oladi deb predikt qilishimiz mumkin. Albatta juda yaxshi savol berdingiz. Buning ijtimoiy ahamiyati haqida ham gapirib o'tishimiz kerak-da bu yerda.
mana hozir ba'zi hududlarda suv bormay, men ko'p suv bo'yicha kuzataman. Daraxtlarni bariga, tutning bariga to'kilmas edi-da suvsizlikda. Chunki suv quruqchilikka chidamli bo'lgan o'simliklardan bittasi. Endi ularning barglarida sarg'ayish kuzatilyapti. Suv cheklanib, aholining migratsiyasiga olib kelyapti-da. Masalan, o'sha suv yo'q hududda suv bor hududga ko'chib kelishlar. Masalan, biz eshitganmiz, o'sha Sirdaryoga yoki Jizzax viloyatlariga ko'chib borish yoki bo'lmasam mana chekka hududlarda ayniqsa suv bormasligi natijasida ekin-tekin qila olmay qolishlik holatlari, u yerda narxlarning o'sib borishi kuzatilyapti. Bu ijtimoiy ahamiyati juda katta. Ya'ni migratsiyani oldini oladi. Nafaqat tejab qolinganda ham mumkin bo'ladi-da. Bu aholi ham davlatimizning o'sha cho'ntagiga foyda ham keltiradi. Hozir suv tanqisligi, uni tejash haqida so'z bor. Mana shu bizda ham bir tadbirkorimiz o'z mana shu tomorqasini yomg'ir suv orqali ushbu yomg'ir suvini o'zi yig'ib, to'plab, uni albatta Lalmiyam ekan deyotgandim. uni nasos orqali o'sha yerga haydab beradi. Qarang, bu qanchalik suvdan samarali foydalanish. Xo'sh, sizda ham mana shunday g'oyalar bormi? Qandaydir yomg'ir suvlarini yerga to'g'rilab? Ha, masalan, o'zimizda uyda bor, 1,5 sotixli issiqxonamiz bor. Yerni boqsang, yer ham seni boqadi degan gap bor. Albatta. Shunda endi juda kichik bo'lsa ham 6 tonnalik hovuz qurib qo'yibmiz. Yomg'ir suvidan emas. Shu uyga bir marta suv kelsa ham biz to'ldirib qolamiz. O'sha 6 tonnalik hovuzimiz taxminan 1-1,5 oyga yetadi-da. O'sha bozoringiz sug'orishimizga o'sha 1 sotixlik bemalol tomchilatib sug'orishib qo'yganmiz. Joy kichkina bo'lganligi uchun tortib oladi, ortiqcha suvni yana qaytarib hovuzga tushiradi-da. Bu uyda suv bo'lmay qolmaydi-da. Har doim suv bo'ladi. Biz o'sha bilasiz, bozoringni 2 kunda bir sug'oramiz. Shu sababli hosil ham har kun hosildorlik bor. Dasturxonimizda har kun o'sha mevalar bo'lib turadi. Bozorga chiqarmaymiz, lekin 5 marta dasturxonga o'tirsak 5 marta bozoring bo'ladi-da. Ha, demak suvni ishlatsa ham kamaymaydi deng bu. Kamaymaydi, bemalol yetadi 6 tonnalik bitta hovuzimiz. Albatta, bu o'sha suv tanqis bo'lgan hududlarga juda ham qo'l keladi. Sababi o'sha yog'ingarchilik bo'lgan vaqtda mana shunday suvlarni, yomg'ir suvlarini to'plab foydalanishsa bo'ladi albatta. Maqsadga muvofiq. Tan olish kerak, sizlar bilan juda ham bir ma'no sermazmun, samimiy suhbatni guvohi bo'ldik. Ilmiy ishlaringizda albatta bundan ham yuqori natijalarga erishishingizni tilakdoshimiz. Va suhbatimiz yakunida sizlardan kun tilaklari, bizni kuzatayotgan aziz vohadoshlarimizga, hamkasblarga bo'lsa, marhamat. Avvalambor boshlangan kun barcha uchun xayrli, barakatli kun bo'lsin. Shu bugunga rejalashtirgan barcha ishlarini amalga oshishini tilakdoshiman. Shu o'rinda ustozlarim, tarix fakultetida bizga ta'lim bergan ustozlarim, birga faoliyat ko'rsatayotgan ustozlarimga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman va salomimni yo'llab qolaman. Tashakkur. Marhamat Shamsit aka. Men yuqorida e'tibor berdim. Men doktor emasman, men falsafa doktoriman. Unga erishish uchun hali ancha bor dedingiz. Inshaalloh bo'lishlik nasib qilsin va ishlaringizga omad tilaymiz. Marhamat. Sizlarga ham boshlangan kun xayrli bo'lsin. Ushbu ko'rsatuvni sevib tomoshalarimiz uydagilar bilan juda yaxshi ishlashlar, charchamaysizlar mana shu ko'rsatuvni olib borib. Barcha o'sha meni mana shu loyihada ishtirok etishimga qo'llab-quvvatlagan Termiz davlat universiteti rahbariga bildiraman. Iloyim ishlariga, ilmiy ishlariga, shaxsiy hayotdagi faoliyatiga omadlar tilab qolaman. Sog', salomat bo'lingizlar. Tashakkur. Sizlarning ham ishtiroklaringiz uchun rahmat. Vaqtingizni ayamasdan kelganlaringiz uchun tashakkurlar bildiramiz. Albatta. Ana endi esa azizlar, bizda Xanda sahifasiga navbatni beramiz. Bizdan uzoqlashmang, marhab kulishamiz.